G'ashiya surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 26 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, sana haqiqatan qiyomatning xabari keldi. Bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir. Ular hararati qattiq do'zaxga kirdi. Sulari qaynab turgan buloqdan sug'urildi. Ular uchun zaridan, ya'ni badbo'y, ochiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zari kishini samirtmaydi, ochliqni pasaytmaydi. Bu kunda nurg'un kishilar borki, ular ne'mat bilan xushaldir. Bu dunyoda qilgan sayi amallaridan mamnundir. Ular oliy jannatdadir. U yerda yomon so'z anglamaydi. U yerda buloqlar eqib turadi. U yerda egiz taxtlar, qator tizilgan qadahlar, rad qo'yilgan yostiqlar, silingan esil bisatlar bor. Ular qarmamdiki, to'glar qandoq yoritildi. Osmon qandoq egiz qilindi. Tog'lar qandoq turg'izildi. Zamin qandoq yeyitildi. Sen ularga vaz nasihat qilgin. Sen faqat ularga vaz nasihat qilg'uchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlug'uchi emassan. Lekin kimki vaz nasihatdan yuz o'rib Allohni inkor qiladigan, Alloh uni qattiq azoblaydi. Ular o'lgandan keyin haqiqatan bizning dargohimizga qaytadi. Ondan ulardan hisob elishga biz mas'ulmiz.